96 metr kvadratlik xonadonga yetib kelganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, 3 xonadan iborat Tinchlik firmasi qurgan Tinchlik ofisini yonidagi domdan ikkinchi etajdan sizlarga xonadon ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi xonasi, ikkinchi xonasi to'g'rida yana bitta xona hamda oshxona qismi, xonalarni kadrini qo'yib ko'rsatib o'tib ketamiz. Ikkita xonamizni va mana oshxonamizni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham katta. Ozgina betartib holatga e'tibor bermaysizlar. Hozirda ijarachilar istiqomat qilyapti. Remont tayyor, kirib yashashga to'liq ta'mirdan chiqqan. Demak, marhamat, hojatxona qismini ko'rib o'ting. Hojatxona bilan yuvinish xonasini qo'shib olsangiz, buni o'zi bitta xona bo'lib ketadi. Va 3-xonani ko'rib o'tishdan oldin mana bu asosiy kirish eshigidan prixoj mebel qo'yish mumkin bo'lgan kattagina joyga ham e'tibor berasiz. Bu zal qismi, konditsioner o'rnatilgan, ko'rgan barcha jihozlaringiz, mebellaringiz shu uyda o'zida qoldiriladi. Gilam parda qilingan, remont tayyor, kirib yashashga ikkinchi etajda joylashgan. Etajiga ham, joylashuviga ham alohida e'tibor bering. Hozir joylashuvini sizga tashqaridan yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Yuring. Yangi bozorda orqasi va Tinchlik ofisini yonidan xonadon qidirib yuruvdik. 96 metr kvadrat, salkam 100 kvadrat metrli uyimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tdik. Remontlari tayyor, ikkinchi etajda joylashgan. Aynan mana shu domni o'zida pastda market, bog'cha muammo bo'lmaydigan holatda ushbu xonadonimizning narxi 780 million so'mga baholandi. Ipoteka bo'lmaydi, faqatgina naqd ko'rinishda savdo bo'ladi. Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, har xil yaxshi hovli kvartiralarni arzon narxda doimo ko'rib borasiz.